Kokosh ham o'ladimi? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina Halima Ibragimova qildirgan operatsiyani qildirgan Kokosh, ya'ni Nejniy, ahvoli juda ham og'ir. Bu gapni hali hech kimga aytmagan edik, balki yaxshi bo'lib ketar degan edik. Afsuski, bu doktorlar qarashmayapti. Kun sayin Kokoshning ahvoli og'irlashmoqda. Bu haqda Jasmin shunday deydi: "Nimaga o'rtog'im Kokosh yo'q bo'lib qoldi deya eslab, yo'qlab qo'ng'iroq qilsam, ahvoli juda ham og'ir ekan. O'zbekiston shifokorlari qassob bo'lib ketyapti. Kokoshni ham kesib tashashibdi. Sizlar nima qilyapsizlar? Halima opamga ham shunday qildinglar. Salbiy e'tibor bo'ldik, o'ldirib berdinglar. Endi Kokoshni shunaqa qilyapsizlar. Yana istoriyasini va kasallik varaqasini so'rashsa bermaysizlar. Kimsizlar o'zi? Shifokormi yoki qassobmi?" deydi g'azab bilan Jasmina Trans. Bundan tashqari, Komola Oripova ham Kokoshni ko'rgani borib, barchaga aytib qolamanki, ozishni istasanglar, operatsiya qildirmanglar. Chunki bizda pervaskani to'g'ri qilishmas ekan. Shunda virus tushirib, battar bo'lib ketdi. 3 marta operatsiya qilib, narkoz qilishdi. Ahvoli battar yomonlashmoqda deydi Komola Oripova. Kokoshni olib Turkiyaga olib ketishadi. Jasmin o'zi qaratar ekan. Alloh shifo bersin deb qolamiz deydi Komola Oripova. Kokoshning o'zi esa klinika rahbari bilan janjallashib, barcha haqiqatlarni uning yuziga aytdi. "Men hech qanaqasiga vazn to'g'risida operatsiya qildirmoqchi emas edim. Sizning qizingiz meni 1000 martalab qo'ng'iroq qilib, barchasi zo'r bo'ladi. Siz ham chiroyli bo'lib, figurangizni taxlab olasiz deb meni chaqirishdi. Bizga pulingiz kerak emas, faqatgina barter asosida. Operatsiyadan so'ng faqat reklama qilsangiz bo'ldi deb chaqirib oldingiz. Hammasiga rozi bo'ldim. Operatsiyadan keyin esa ahvolim juda ham yomonlashdi. Nima uchun bunday bo'ldi desam, barcha xalqqa aytibsizki, Kokosh pachkalab sigaret chekadi va mashinaga o'tirgani sababli shunday bo'ldi deb aytibsiz. Aslida esa sizning reklamangiz uchun men mashinaga o'tirdim. Bundan tashqari, menga sigaret chekishda o'zingiz ruxsat bergan edingiz. Bir pachka sigaret chekishga ruxsat berdingiz va 4 ta shifokor bilan mening palatamda o'tirib, men bilan birgalikda sigareta chekdingiz. Ularni nega hisobga olmayapsiz? Bugungi kunda o'z aybingizni nimaga meni boshimga og'daryapsiz?" deya Kokosh klinika rahbari bilan janjallashdi. Va buni bilib qo'yingizki, klinikaga hech kim kelib oshqozon operatsiyasini o'tkazmasin. Bularning bari yolg'on. Hammaga tarqating deya dod faryod soldi Kokosh. Shunday ekan, hozirda aybdorlar kim? Shifokormi yoki Kokoshmi? Buni bilishga barcha qiziqmoqda. Yaqin kunlarda Kokoshni Turkiyaga operatsiya qilgani olib ketishadi. O'sha yerda ma'lum bo'ladi kimning aybi borligi. Kokoshga shifo tilagan muxlislarimiz video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.